Bolaligimdan beri ingliz tilida ta'lim beriladigan maktablarda o'qiganman. Shu sababli ingliz tilida o'qish men uchun har doim tabiiy holat bo'lgan. Maktabni tamomlagach, o'qishni biroz to'xtatishga qaror qildim va ishlay boshladim. 2 yil ishlash davomida kelajakda kim bo'lishimni va aslida nimani xohlashimni asta-sekin anglab bordim. Lekin ich-ichimdan ta'lim bilan hali ishlarim tugamaganini bilardim. Men hamma narsani, hayotimning muhim bobini yangidan boshlashni xohlardim. Meni O'zbekistonga olib kelgan narsa aynan shu bo'ldi. Turli universitetlar bilan gaplashdim, lekin Tashkent Metropolitan University alohida ajralib turdi. ELT dasturi haqida bilganimda, bu aynan men uchun to'g'ri tanlovdek tuyuldi. Kampus toza va shinam ko'rindi. Qabul jarayoni esa sodda va qulay edi. Hammasi juda silliq va oson kechdi. Rostini aytsam, xorijlik talaba sifatida avvaliga biroz hayajonlandim, lekin bu yerda o'zimni jamoaning bir qismidek his qilyapman. Muhit do'stona va qo'llab-quvvatlovchi. Hozir men o'qituvchi bo'lish uchun tahsil olyapman. Maqsadim oddiy, lekin men uchun juda mazmunli. Qo'limdan kelganicha eng yaxshi o'qituvchi bo'lish va yoshlarning ongini yorqin kelajak sari yo'naltirishga yordam berishdir.